jihad va amr bil ma'ruf, dunyo va oxirat baxt saodatini qo'lga keltirishni xohlagan mu'minlar jonlarini, mollarini Allohning o'ziga ato qilgan butun ne'matlarini ulug' g'oyasi uchun ishlatishga majburdir. O'lim va oxiratni o'ylagan bir inson uchun Alloh rizosini qo'lga keltirishdan boshqa muhim g'oya bo'lmaydi. Bu haqda Qur'on sizlar mollaringlarda, ya'ni sadaqaga burilish va ofat yetish bilan va jonlaringlarda, ya'ni qatl qilinish, asir elinish, kasal bo'lish bilan cho'qim sinilisizlar. G'oyasiz qo'llanilgan ne'matlarning oqibati ziyon bo'lib, bu haqda Qur'on mundaq deydi. U kuni, ya'ni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat, ya'ni Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamga foyda yetkaziladi. İnsonga berilgan ne'matlar g'aflatda qo'llanilsa, shaxs va jamiyat ziyonga uchrab falokat elib keladi. Agar pak qalb bilan harakat qilinsa, insonlar o'zini dunyo jannatida ko'radi. Jamiyat huzur va saodatga ega bo'ladi. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhisalomdan: Allohning elchisi, eng fazilatli inson kim?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom: "Alloh yo'lida jini va meli bilan jihad qilgan mu'min kishidir" deb javob berdi. Boshqa bir hadisda haqiqiy jihad nafsi, ya'ni havoyi havaslari bilan jihad qilishdir deyilgan. Mu'min zafarga iymon va foydali ishlar bilan erishidi. Haqiqiy mu'min qo'li va tili bilan ummatga foyda yetkazgan kishidir. Sahobalardan bo'lgan Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhuning mundaq ibratli hikoyasi bor. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu Makkada ko'plagan moddiy imkonlarga ega bo'lsa-mu, u mollardan ayrilib qolishni o'ylabmi qo'ymay, yosh turib musulmon bo'ldi. Ota-onasining uni mirosxo'rlikdan mahrum qo'yishidan iborat tahdidga pisand qilmadi. Aksicha iymonni kuchaytirib, g'erib va miskin holda Madina Munavvarga hijrat qildi. U yerga borgandan keyin butun kuchi bilan tabliğga kirishib, nurg'un insonlarning hidoyatga erishishiga vasila bo'ldi. Mus'ab radhiyallohu anhu Uhud urushida payg'ambar alayhisalomni qo'g'dash yo'lida shahid bo'ldi. Shuning bilan farishtalardan biri Mus'abning suratiga kirib, uning ko'targan bayrog'ini oldi. Payg'ambar alayhisalom texi uning shahid bo'lganligidan xabar bo'lmaganligi uchun bayroq tutquchiga "Taqaddam ey Mus'ab", ya'ni "Olg'a Mus'ab" deb xitob qildi. Shu chog'da farishta payg'ambar alayhisalomga qaradi. Uning farishta ekanligini farq etgan payg'ambar alayhisalom Mus'abning shahid qilinganligini bildi. Urushdan keyin Mus'ab ibn Umayrning muborak jasadi topilgan bo'lsa-mu, lekin uning aziz tinini yo'gigidek kepen tepilmadi. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu Qur'on Karimda shu oyat bilan madhilangan ulug' zotdir. Mu'minlarning ichida, ya'ni Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda shahid bo'lganga qadar dodillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi, ya'ni ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi, ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular, ya'ni Parvardigorga bergan ahdini hargiz o'zgartgani yo'q. Shubhisizki, Allah müminlerden ularning jonlarini, mollarini, ularga jannatni berib setib oldi. Ular Allohning yo'lida urush qilib, dushmanlarni o'ltirdi va o'ltirildi. Ya'ni dushmanlar bilan jihad qilib shahid bo'ldi. Jihad qiluvchilarga jannatni va'da qilish Tavratda, Injilda va Qur'onda zikr qilingan. Allohning rast va'dasidir. Va'dasiga Allohdanmi bak vafo qiluvchi kim bor? Ya'ni Allohdanmi vafodor ahd yo'q. Qilgan bu sodanglardan xo'shal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Bu oyatning nozil bo'lish sababi mundaq izohlanadi. Payg'ambar alayhisalomga 72 kishi bay'at qilgan. Ikkinchi, Aqaba bay'atida Abdullah ibn Ravah: Allohning elchisi, Rabbing va sen uchun bizning qanday shartlarni bajo keltirishimizni xohlaysan? deganida payg'ambar alayhisalom: Rabbim uchun shartim, uningga hech bir narsani sherik qo'shmay ibodat qilinglar. Mening uchun shartim, jininglar va meninglarni qanday qo'g'digan bo'lsanglar, meni shunda qo'g'daysizlar. Sahobalar: shundoq bo'lsa bizga nima foyda bor deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom javoban:
jannat bor deganida u yerdagilar nima degan foydali bir tijorat, buningdan qaytmaymiz ham qaytishni xohlamaymiz deyishdi. Sahobalarning hayoti tirishchanlik o'rnigidir. Ular payg'ambar alayhisalomning qalbidan o'rin oldi. O'z saviyalariga qarata payg'ambar alayhisalomning hissiyoti bilan o'rtoqlashdi. Vedolish hajjida 120 mingga yaqin sahoba bor edi. Bu qadar sahobadan faqat 20 mingi Makka Mukarramda va Madina Munavvarda dafn qilindi. Boshqalari islomni tabliq qilish va ilohiy kalimatulloh uchun butun dunyoga tarqaldi. Yetib borgan eng oxirgi nuqtasi qabrlar bo'ldi. Ya'ni oxirgi nafsigacha kurash qildi. Ular din yo'lida mollari va jonlarini pido qilishdan bosh tortmadi. Payg'ambar alayhisalom ulardan diniy bir g'oya uchun yordam talab qilganida butun mol-mulkini saxiylik bilan huzuriy saodatga to'kdi. Xonim sahobilarmo zunnar, oltin bilayzuk va qo'lidagi uzukka o'xshash zibu-zinnatlarni chiqarib pidokorlik ko'rsatdi. Sumayya xonim islom uchun jinini pido qilib, tunji islom shahidi bo'ldi. Ömer raziyallohu anhuning oilasi zibu-zinnatlarning hammasini Alloh yo'lida sarf qildi. Ömer ibn Abdul Aziz xalifaga tayinlanganida ayoli barliq mol-mulkini xazinaga otavatdi. Ya'ni Saatul Usra, ya'ni qiyinchilik kunlar deb atalgan Tabuk safarida sahoba xonimlar qanchalik zibu-zinnatlari bo'lsa chiqarib payg'ambar alayhisalomning oldiga qo'ydi. 11 yoshga kirgan kichik bir qizchaq qulqiga taqalgan zirisini chiqara olmay jiddiylashganidan quliqini yirtib etib, qonga bo'yalgan zirisini payg'ambar alayhisalomga berdi. Hazrati Oyisha onamizning singlisi Asma xonim oxirgi umrida ko'zi ko'rmaydigan bo'lib qolgan edi. O'g'li Abdullah bin Zubayr Alloh yo'lida jihodga chiqish oldida tayyorlanib savut kiyganida Asma raziyallohu anhu o'g'lining yuzini silab, uning savut kiyganligini bayqab, ya'ni o'g'lim, senmi qo'rqinchoqlardek savut kiydingmi? Uni chiqar dedi. Xansa xonim 4 o'g'li bilan birlikda Qadisiya urushiga qatnashdi. Urush boshlanish oldida oqshimi o'g'illarga mundaq nasihat qildi. Ballarim, sizlar o'z ixtiyoringlar bilan musulmon bo'ldinglar. O'zinglarning irodasi va xohishinglar bilan yurtinglarni tark etib bu yerga keldinglar. Janobi Allohning kofirlar bilan urush qilgan mu'minlarga qanchalik mukofot tayyorlaganligini sizlarmi yaxshi bilasizlar. Shubhisizki, boqi bo'lgan oxirat fani dunyo o'yidan yaxshidir. Janobi Alloh mundaq deydi: "Ey mu'minlar, toat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan eg'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamliq bo'linglar. Ya'ni chegaralarni saqlab, jihodga tayyorlik turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar. Atiki urushda Allohdan dushmanlaringlarga qarshi yordam tilanglar. Urush o'tdak qizg'inligida dushman sepelining o'ttirisiga besib kirib, ularning qo'mondonlari bilan tutishishinglar. Shunda qilgandilar zafar qozonib, g'animatga ega bo'lasizlar va jannat bilan mukofotlanasizlar. Atisi atdeganda o'g'illari onasining nasihati bo'yicha urushga atlandi va buyuk jangovarlik bilan bahotirona kurash qilib 4 yilisi shahid bo'ldi. Avlodlarining shahid bo'lganlik xabari yetib kelganida Xanisa xonim: "Meni avlodlarimning shahidligi bilan sharaflantirgan Allohga hamd etaman. Ulug' Rabbimdan meni ularga nihoyatsiz bo'lgan rahmatida birlashtirishni orzu qilaman" deb shukra va duo qildi. Musulmon bo'lishdan ilgari bir tuqqanlarining o'limi haqida yozgan masiyalari bilan tillarda doston bo'lgan bu shoir ayol Allohga bo'lgan sevgisining lazzatini tetigandan keyin avlodlarini o'zining til qobiliyati bilan shahidlikka tashviq qilgan. Natijada jigar parlarining birli vaqtda Alloh yo'lida shahid bo'lganligini anglab, Allohga hamd etgan. Mana bular mollari va jonlarini Alloh yo'lida sarf qilgan o'lgilik onlarimizdan bir qancha misol. Shuni bilish kerakki, Alloh yo'lida mol va jon bilan jihad qilish yolg'iz qilich bilan bo'lmaydi. Qilich
zulmni yo'qitib, adolatni barpo qilishda, zurriyat tepilganida qo'llanadigan bir tumir parchasidir. Asosliq fatih, ko'ngillarning fatihidir. Qur'on Karimda insonlarni hidoyatga erishtirish g'oyasi bilan Allah yo'lida jihodga chaqirilgan ko'plagan bayonlar mavjud. Lekin ularning ichida ma'lum qismida urush deb atalgan o'ltirish ustida to'xtaladi. Bu zarur bo'lganida qilinadigan ishdir. Islomda mudofaa yoki ilohiy kalimatulloh, ya'ni Allohning kalimasini yuqori ko'tarish g'oyasining sirtida elib beriladigan bir urush yo'qdir. Kengaymachilik yoki moddiy manfaatga erishish uchun elib berilgan urush zolimlikdir. Halbuki islomda urush adolatni barpo qilib hidoyatga vasila bo'lish va zulmni yo'qotishga o'xshash ulug' haqiqatlar uchun qilinadi. Shunga Qur'on Karimda kimki nohaq odam o'ltirmagan yoki yer yuzida buzg'unchilik qilmagan bir odamni o'ltirsa, u butun insonlarni o'ltirgandek bo'ladi. Kimki bir odamni tirildirsa, ya'ni qutqizsa yoki hayot qilishga sababchi bo'lsa, u butun insonlarni tirildirgandek bo'ladi, deyilgan. İnsoniyatning qutilishi uchun elib berilgan har turli g'ayrat va xizmat jihad hisoblanadi. Tavba surasining 103-oyatida mundaq deyilgan: "Ey Muhammad, ularning mollarining bir qismini sadiqa hisobida olg'inki, uning bilan ularni gunohlardan poklag'aysan va yaxshiliklarni ko'paytgaysan. Ularga duo qilgin. Shubhisizki, sening duoying ularga xotirjamlik elib keladi. Allah ularning so'zini anglab turg'uchi, niyatlarini bilib turg'uchidir." Allah Taalaning, ya'ni sadiqa olg'in buyrug'idan keyin sahobalar orasida sadiqa safarbarligi boshlandi. Hammaylan bar yo'qini payg'ambar alayhisalomning oldiga qo'ydi. Hech nimasi bo'lmaganlar tog'dan o'tin kesib kelib, suv to'shib sotgan pullarini payg'ambar alayhisalomning oldiga qo'ydi. Moddiy va ma'naviy kuchlarini o'tkinchi dunyo hayotining lazzatlari ichida zoya qilib etib, oxirat yo'qsida bo'lib qilishdan qo'rqdi. Mal mulkining amaliyotda Allohga oid ekanligini, badanining faqat vaqtlik omonatchi ekanligini bilgan holda yashadi. Shu qisqa dunyo hayotini, abadiy oxirat saodatini qo'lga keltirish uchun sarf qilishga tirishdi. Tabuk urushi uchun yordam to'plagan vaqtda ansorlardan Abu Aql radhiyallohu anhu bir ko'ra xurma ilib, uning bilan jon baqatdi. Shundaqdimi u: "Ey Rasululloh, 2 ko'ra xurma uchun quduqdan butun kecha suv tortdim. Bir ko'rini uyning ehtiyoji uchun ayrim qo'ydim. Birini Rabbimning rizosiga erishish umidi bilan sana ilib keldim", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Alloh sening ilib kelgining va qo'yib qo'yguningni barkatlandirsin", deb u xurmani yig'ilgan molga qo'shib etishga buyurdi. Uqba bin Amr mundaq deydi: "Ya'ni sadiqa oyati nozil bo'lganida yelkimizda yuk to'shib topgan mollarimizdan sadiqa berishga boshladik. Bir odam kelib ko'p sadiqa berdi. Munofiqlar riyalik qiladi deyishdi. Boshqa birisi kelib bir ko'ra xurma sadiqa qildi. Munofiqlar yana Allohning buning bir uchum xurmasiga ehtiyoji yo'q deyishdi. Buning bilan munofiqlar mo'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiqa qiluvchilarni toqatining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganligidan oz sadiqa qiluvchilarni ayiblaydi. Ularni masxara qiladi. Alloh ularni masxara qilganliklari uchun jazolaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi, degan oyat nozil bo'ldi. Jihodni tark etgan kishilar uchun shu hadis qattiq ogohlantirishdir. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Menga bu oyatni ato qilgan Alloh bilan qasam qilamanki, sizlar yoki yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sizlar, yoki Alloh o'z dargohidan azob avatidi. Sizlar duo qilsizlar, lekin duoyinglar qabul bo'lmaydi." Demak, yaxshilik, fazilatga da'vat qilishni rad qilish ilohiy azobning kelishiga sababchi bo'ladi. Haq va haqiqatni so'zlash mu'minlarga xosdir. Oyat va hadislarda musulmonning bir xatolik ko'rganida haqni so'zlashi buyurilgan. Alloh taolo mundaq deydi: "Allohga,
ya'ni Allohning tavhidiga va toitiga da'vat qilgan, yaxshi amallarni qilgan va men haqiqatan musulmonlardanman degan kishidanmi yaxshi so'zlik odam bormi? Payg'ambar alayhissalommi bu haqda mundaq ogohlantirdi. Sizlardan kimki bir yomonlikni ko'rsa, uni qo'li bilan to'ssin. Kuchi yetmasa, tili bilan to'ssin. Buningga kuchi yetmasa, qalbi bilan to'ssin. Bu ojiz iymondir. Bu dunyoning sirtida jannat va jahannamdan boshqa boradigan yer yo'q. Mollari, jonlari va o'ziga berilgan ne'matlarni g'ofillarcha havoyi havisi uchun sarf qilganlardan Alloh taolo sana payg'ambar kelib haqiqatlarni tabliq qilmadimi? Sana mol berib ne'matlarimni yog'dirmadimmi? Bugun uchun nima tayyorlading? deb so'raydi. Kishi o'ng, so'l tarafiga qaraydi. Hech kim yo'q. Oldiga qaraydi. Jahannamdan boshqa bir narsa ko'ra olmaydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. Qiyomat kuni inson hisob berish uchun Allohning huzuriga keltiriladi. Alloh taolo, men sana ko'z, quloq, mol, avlod bermadimmi? Sana hayvonlarni, o'simliklarni bo'ysundirib bermadimmi? Seni bularga ega qilib, bulardan foydalandirmadimmi? Qiyomat kunida men bilan yuzlashadiganligingni hech xiyolingga keltirmadingmi? deb so'raydi. İnsan bo'lsa, yo'q deydi. Alloh taolo, undaq bo'lsa, bugun men seni unutayman. Sening dunyoda meni unutqiningga o'xshash deydi. Dunyoda vaqtini behuda o'tkazganlar zoya qilayotgan vaqtining hasrat, nadomati ichida kuyidi. Bu dunyoda Alloh rizosiga erisholmaganlarni o'lgandan keyin dahshatlik jahannam kutib turdi. İmansız halda g'aflat bilan yumilgan ko'zlar, qiyin qistoqqa to'lgan, qo'rqinchliq bo'lgan qabri oqshimida echiladi. Janobi Alloh Qur'onda bandalarni mundaq ogohlantirdi. Sizlarning oranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni man'i qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir. Bu oyatda har doim haqiqatga da'vat qiladigan bir jamoatning bo'lishining lozimligi qat'iy ifoda bilan amr qilingan. Islom dastlabda sahobilardan iborat iymon da'vatchilarining da'vati bilan tarqalganidek, keyinmi ularning izidan yurgan muxlis olimlar, mujohidlar, mushriklar bilan davomlashgan. Janobi Alloh va payg'ambar alayhissalom bular uchun ko'plagan mukofot va'da qilgan. Anas radhiyallohu anhu islom tabliğchilarining oxiratda erishadigan oliy martabalarini mundaq naql qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni sizlarga bir qism insonlardan xabar beraymi? Ular payg'ambar yoki shahidlardan bo'lmasimi, lekin qiyomat kuni payg'ambar va shahidlar ularning Alloh huzuridagi darajalariga talpinadi. Ya'ni masliga keladi. Ular nurdan bo'lgan minbarlarda o'ltiradi va hammaylan ularni tanıydi. Sahobalar, ular kimlar? Rasululloh deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom, ular Allohning bandalarini Allohga yaxshi ko'rsatgan va Allohni bandalariga yaxshi ko'rsatgan kishilardir. Ular yer yuzida nasihatchi va tabliğchilar bo'lib aylanadi. Men, Allohning rasuli, Allohni bandalarga yaxshi ko'rsatishni tushundik. Ammo Allohning bandalarini Allohga yaxshi ko'rsatish qandoq bo'ladi? deb so'radim. U mundaq dedi: insonlarni Alloh yaxshi ko'rgan ishlarni qilishga buyurib, yaxshi ko'rmagan ishlardan to'siydi. İnsanlar bununla itaat qilsa, Alloh taolo ularni yaxshi ko'radi. Oxirat safari uchun eng yaxshi ozuq taqvolikdir. Bir mu'minning eng xayrli kuni bugundan atsi ustun bo'lganidir. Şoňa biz har kun avvalgi kunga qaraganda texmi ortiq oxirat ozuqi tayyorlash orqali kunimizni barakatlantirishimiz kerak. Bizdan burunqilar o'lib ketdi. Bizmo bir mezgildan keyin ularning karvoniga qo'shilamiz. Uxlab qolgandek o'lib, uyg'ongandek tirilamiz. Onundan keyin amallarimizdan hisob beramiz. Oxiratning
xotirjam va oliy darajalari taqvo kishilarga oiddir. Qaytishimiz, boradigan yerimiz Allohning dargohidir. Alloh taolo qalbimizni rizosi va hidoyati yo'lida doim qilsin. Nafsimizning sharridan saqlasin. Amin.